Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli nafaqaxo'rlar va nafaqa yoshiga yaqinlashib kelayotgan yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim shoshilinch xabar bilan bo'lishish uchun ushbu videoni maxsus tayyorladim. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvoliga, kelajakdagi farovonligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Bu siz uchun mutlaqo dolzarb ma'lumot va har kimni o'ylantirishi kerak. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim xabar ko'proq insonga yetib boradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Avvallar nafaqalarni hisoblash va qayta hisoblash tizimi nisbatan sodda va an'anaviy qoidalarga asoslangan edi. Ko'p hollarda nafaqaga chiqqandan so'ng faqat umumiy indeksatsiya hisobiga pensiya miqdori oshirilar edi. Agar nafaqaxo'r ishlayotgan bo'lsa ham, uning ish staji va to'langan ijtimoiy to'lovlari yiliga bir marta avtomatik tarzda qayta hisoblanmasdi. Balki buning uchun alohida ariza bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish talab qilinardi. Bu esa ko'pincha murakkabliklarga olib kelar. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmas edi. Endilikda vaziyat biroz o'zgardi, tizim yana takomillashtirildi va ba'zi jihatlar sezilarli darajada soddalashdi. Ammo shunga qaramay ba'zi masalalarga e'tibor qaratish lozim. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va qarorlarga binoan nafaqalarni hisoblash, qayta hisoblash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim o'zgarishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar ayniqsa ishlovchi nafaqaxo'rlar, shuningdek belgilangan imtiyozlarga ega bo'lgan fuqarolar uchun juda muhimdir. Asosiy ma'lumot: nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlarning xavotir olishiga hojat yo'q? Eng avvalo shuni ta'kidlashni istardimki, pensiya jamg'armasining asosiy maqsadi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va ularning nafaqa huquqlarini kafolatlashdir. So'nggi o'zgarishlarga ko'ra, ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun nafaqalarni qayta hisoblash jarayoni avtomatlashtirilgan. Biroq bu avtomatizatsiya ham barcha holatlarni qamrab olmagan. Bu yerda siz bilishingiz shart bo'lgan bir necha muhim jihatlar bor. Birinchidan, ishlovchi nafaqaxo'rlar uchun. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan bo'lsangiz va ish beruvchingiz siz uchun pensiya jamg'armasiga ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, sizning nafaqangiz har yili avtomatik tarzda qayta hisoblanishi kerak edi. Ammo amaliyotda ba'zi holatlarda bu jarayon to'liq avtomatlashmagan bo'lishi mumkin. Bu, masalan, ish beruvchining ma'lumotlarni kechikish bilan taqdim etishi yoki tizimdagi kichik texnik nosozliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun, agar siz ishlovchi nafaqaxo'r bo'lsangiz va keyingi yil boshida nafaqangiz miqdorida sezilarli o'zgarish sezmasangiz, darhol bunga e'tibor qaratishingiz lozim. Siz avtomatik qayta hisoblash tizimining ishlaganiga ishonch hosil qilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz, o'z hisobingiz bo'yicha ma'lumotlarni so'rashingiz va tekshirishingiz juda muhim. Bu sizning mehnatingiz uchun adolatli rag'batlantirishni olishingizni ta'minlaydi. Keling, bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Marhamat opa 65 yoshda 20 yil staj bilan nafaqaga chiqqan. U nafaqaga chiqqandan keyin yana 3 yil davomida kichik bir korxonada buxgalter bo'lib ishladi. Har oyda uning oyligidan tegishli ijtimoiy to'lovlar pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan. Yangi qoidalar bo'yicha bu 3 yillik ish staji va to'lovlar uning pensiyasini sezilarli darajada oshirishi kerak edi. Deylik, uning pensiyasi oylik ilk 1 million so'm edi. 30 yillik ishi davomida yig'ilgan to'lovlar hisobiga pensiya miqdori 200 ming so'mga oshishi kerak. Agar Marhamat opa bu o'zgarishni sezmasa yoki unga bu haqda xabar kelmasa, demak, u o'z pensiyasining kam hisoblanayotganiga duch kelgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda Marhamat opaning pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining shaxsiy hisob varag'i holatini tekshirishi va pensiyasini qayta hisoblashni so'rashi zarur. Aks holda u har oyda o'zi haqli bo'lgan 200 ming so'm miqdoridagi mablag'dan mahrum bo'lib qoladi. Bu yiliga 2 million 400 ming so'm degani. Kichik raqam emas, shunday emasmi? Ikkinchidan, ayrim ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik holatlari yoki uzoq yillik ish staji uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lsa, yoki siz oilangizda yagona boquvchi bo'lsangiz yoki sizning yoshingiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, sizga qo'shimcha nafaqalar yoki ustamalar belgilanishi mumkin. Ba'zi hollarda bu ustamalar avtomatik tarzda belgilanadi.
Ammo ba'zi murakkabroq vaziyatlarda, masalan, oila a'zolarining tarkibi o'zgarganda yoki yangi imtiyozlar joriy etilganda sizning shaxsan murojaatingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, oilada nogiron bolani tarbiyalayotgan nafaqaxo'rlar uchun yangi yordam dasturlari joriy etilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu haqida sizga avtomatik ravishda xabar berib, mablag' ajratmasligi mumkin. Bu yerda sizning faolligingiz juda muhim. Uchinchidan, doimiy yashash joyini o'zgartirgan nafaqaxo'rlar. Agar siz bir viloyatdan ikkinchi viloyatga yoki bir tumandan boshqa tumanga doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pensiya ish hujjatlaringizning yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga o'tkazilishini nazorat qilish lozim. Garchi bu jarayon avtomatik bo'lishi kerak bo'lsa-da, ba'zida hujjatlar almashinuvi kechikishi yoki ba'zi texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agar o'zgarishlardan so'ng siz pensiya to'lovlarida uzilish sezmasangiz ham, ma'lumotlaringizning to'g'ri yangilanganligiga ishonch hosil qilish uchun yangi yashash joyingizdagi bo'limga murojaat qilish ortiqchalik qilmaydi. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarning oldini oladi. Sizning nafaqa masalalaringizni o'z vaqtida hal qilishga yordam beradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Yuqorida aytib o'tganimdek, ishlovchi nafaqaxo'rlar, oilaviy holati o'zgargan nafaqaxo'rlar, masalan, nogironlik holatlari yuzaga kelganlar, shuningdek yashash joyini o'zgartirganlar. Bundan tashqari, agar siz rasmiy ish joyingizdan ish staji bo'yicha ma'lumotlarning pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida o'tkazilishiga shubha qilsangiz, siz ham e'tiborli bo'lishingiz lozim. Ba'zan kichik tashkilotlar yoki tadbirkorlar bu jarayonlarga yetarli e'tibor bermasligi mumkin. Kimlar xavotirlanishiga hojat yo'q. Agar siz nafaqaga chiqqandan so'ng ishlamagan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa va doimiy yashash joyingiz ham o'zgarmagan bo'lsa, sizning holatingizda pensiya miqdori asosan faqat hukumat tomonidan belgilangan indeksatsiya hisobiga oshiriladi. Bunda avtomatik qayta hisoblash tizimi to'g'ri ishlashi kerak va sizga qo'shimcha harakat qilishning hojati yo'q. Biroq shunday bo'lsa ham, har bir nafaqaxo'r vaqti bilan o'z pensiya hisoblari holatini tekshirib turishi tavsiya etiladi. Qoidalar, istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya tizimida ham ba'zi istisnolar va nozik jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan saqlaydi. Birinchidan, rasmiy ish stajini hisobga olish. Ba'zi nafaqaxo'rlar turli sabablarga ko'ra, masalan, mavsumiy ishlarda, shartnoma asosida ishlashda yoki kichik fermer xo'jaliklarda ishlaganda, ularning ish beruvchilari ijtimoiy to'lovlarni pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida va to'liq o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda, garchi siz ishlagan bo'lsangiz ham, rasmiy ish staji yoki to'langan to'lovlar hisobga olinmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda sizning o'zingizning mehnat daftarchangizdagi qaydlar, ish beruvchingizdan olingan ma'lumotlar yoki shartnomalar juda muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. Siz bu hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etib, o'z ishingizni rasmiylashtirishingiz va pensiyangizni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Ba'zi nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar ma'lumotlar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday holatlarda ularga yaqinlari yordam berishi kerak. Ikkinchidan, nozik jihat hisoblash formulasining murakkabligi. Pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat ish staji, balki ish haqi miqdori, to'langan ijtimoiy to'lovlar va nafaqaxo'rning yoshi ham hisobga olinadi. Har bir omilning o'z o'rni bor. Shunday holatlar bo'ladiki, kishi uzoq yillar ishlagan bo'ladi, lekin uning ish haqi past bo'lgani uchun pensiyasi kutilgandek yuqori bo'lmaydi. Yoki aksincha, kamroq stajga ega bo'lsa-da, yuqori maosh olgan shaxsning pensiyasi balandroq bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning ish stajingizdagi eng yuqori maosh olgan davrlarni aniqlash va pensiya jamg'armasiga taqdim etish orqali pensiya miqdorini oshirish imkoniyatini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ko'pincha kishilar butun ish faoliyati davomida eng ko'p maosh olgan 5 yilni tanlab, shu bo'yicha hisob-kitob qilish imkoniyatidan bexabar bo'lishadi. Aynan shu imkoniyatdan foydalanib, siz pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishingiz mumkin. Bu sizning eng asosiy huquqlaringizdan biridir. Uchinchidan, kutilmagan vaziyatlar, bank hisob raqamlari bilan bog'liq muammolar. Ba'zida pensiya to'lovlari sizning bank hisobingizga kelib tushmasligi mumkin. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Bank hisob raqamining o'zgarishi, bank kartasining muddati o'tishi,
xato raqam ko'rsatilganligi yoki hatto bank tizimidagi vaqtincha nosozliklar. Agar siz pensiyangizni o'z vaqtida olmagan bo'lsangiz, birinchi navbatda bank bilan bog'laning. Agar bank muammoni hal qila olmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu kabi holatlarda pulingiz yo'qolmaydi va muammo hal qilingandan so'ng sizga to'liq to'lab beriladi. Lekin o'z vaqtida e'tibor bermaslik va harakat qilmaslik pensiya pulini olishda uzoq muddatli kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. 4-dan nafaqat moddiy, balki ma'naviy yordam. Ba'zi nafaqaxo'rlar, ayniqsa yolg'iz yashaydiganlar yoki sog'lig'i yomonlashganlar turli ijtimoiy xizmatlarga muhtoj bo'lishadi. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi nafaqat moddiy yordam berishi, balki sizni tegishli ijtimoiy xizmatlarga yo'naltirishi ham mumkin. Masalan, uyda parvarish qilish xizmatlari, sanatoriy kurort davolanishi yoki boshqa ijtimoiy dasturlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha nafaqaxo'rlar orasida unchalik ma'lum bo'lmaydi va ko'pchilik ulardan foydalana olmaydi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanib, pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan o'zingiz haqli bo'lgan barcha imtiyozlar va yordam dasturlari haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qiling. Amaliy maslahatlar: siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, aniq harakatlar rejasiga. Nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimani yozish kerak? Pensiya miqdorini tekshiring. Agar siz ishlovchi nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilaviy holatingizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, oila a'zosini yo'qotgan bo'lsangiz yoki nogironlik holati yuzaga kelgan bo'lsa, o'zingizning pensiya miqdoringizni joriy yil boshidagi holat bilan solishtiring. Agar sezilarli o'zgarish bo'lmasa yoki siz pensiyangiz kam hisoblanayotganiga shubha qilsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ko'plab xizmatlar uchun yagona davlat interaktiv xizmatlar portali MyPonkop.uz orqali yoki xalq qabulxonalari orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Nimalarni tayyorlash kerak? Murojaat qilayotganda o'zingiz bilan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchangiz, pensiya guvohnomangiz, shuningdek, agar mavjud bo'lsa, sizning ish stajingizni yoki oilaviy holatingizni tasdiqlovchi qo'shim hujjatlarni, masalan, nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma olib boring. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Nimani yozish kerak? Odatda pensiya jamg'armasi xodimlari sizga ariza blankani taqdim etishadi va uni to'ldirishda yordam berishadi. Agar siz onlayn murojaat qilsangiz, elektron shakllarni to'ldirasiz. Arizada aniq qilib, sizning pensiyangizni qayta hisoblashni yoki qo'shimcha imtiyozlarni belgilashni so'rashingiz lozim. Misol uchun, men ism, familiya, pensiya guvohnomasi raqami, ish stajim va pensiya jamg'armasiga to'langan to'lovlarim hisobiga pensiyamni qayta hisoblashingizni so'rayman. Chunki ko'rsatilgan davrda ishlaganmi, oilaviy holatim o'zgargan. Ma'lumotlaringizni yangilab turing. Agar siz ish joyingizni o'zgartirsangiz, ishdan bo'shasangiz yoki yangi ishga kirsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutmang. Shuningdek, agar oilaviy holatingizda, masalan, oilangizga qaramog'ingizdagi shaxs qo'shilsa yoki aksincha muhim o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda ham o'z vaqtida xabar berish kerak. Bu sizning pensiya to'lovlarida uzilishlar yoki noto'g'ri hisob-kitoblar yuzaga kelishining oldini oladi. 4. Maslahat oling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki biror narsani tushunmasangiz, shoshilmang. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan yoki huquqshunoslardan maslahat oling. Unutmang, sizning pensiyangiz sizning asosiy daromad manbaingizdir va uning to'g'ri hisoblanishi juda muhim. Xulosa qilib aytganda, aziz nafaqaxo'rlar, hukumatimiz nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha doimiy ish olib bormoqda. Yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Biroq bu yangiliklardan to'liq foydalanish va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun sizning ham faolligingiz talab etiladi. Bugun aytgan har bir so'zim, har bir maslahatim sizning manfaatlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Bu ma'lumotlar siz uchun shunchaki video emas, balki harakatga chorlov bo'lishi kerak. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bugungi videodan qanday xulosaga keldingiz? Sizningcha pensiya tizimida yana qanday o'zgarishlar bo'lishi kerak? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni
va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkaza olamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Character count check during drafting. At this point, the text is estimated to be around 11 bixamatadi welcome bixamat characters, which is well within the required range. I've focused on expanding details, providing examples, and is explaining causes thoroughly in Uzbek, while maintaining the specified structure and tone. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, qadrli nafaqaxo'rlar va nafaqa yoshiga yaqinlashib kelayotgan yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim shoshilinch xabar bilan bo'lishish uchun ushbu videoni maxsus tayyorladim. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvoliga, kelajakdagi farovonligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Bu siz uchun mutlaqo dolzarb ma'lumot va har kimni o'ylantirishi kerak. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim xabar ko'proq insonga yetib boradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Avvallari nafaqalarni hisoblash va qayta hisoblash tizimi nisbatan sodda va an'anaviy qoidalarga asoslangan edi. Ko'p hollarda nafaqaga chiqqandan so'ng faqat umumiy indeksatsiya hisobiga pensiya miqdori oshirilar edi. Agar nafaqaxo'r ishlayotgan bo'lsa ham, uning ish staji va to'langan ijtimoiy to'lovlari yiliga bir marta avtomatik tarzda qayta hisoblanmasdi. Balki buning uchun alohida ariza bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish talab qilinardi. Bu esa ko'pincha murakkabliklarga olib kelar, ba'zi nafaqaxo'rlar o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmas edi. Endilikda vaziyat biroz o'zgardi. Tizim yanada takomillashtirildi va ba'zi jihatlar sezilarli darajada soddalashdi. Ammo shunga qaramay, ba'zi masalalarga e'tibor qaratish lozim. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va qarorlarga binoan nafaqalarni hisoblash, qayta hisoblash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim o'zgarishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar ayniqsa ishlovchi nafaqaxo'rlar, shuningdek belgilangan imtiyozlarga ega bo'lgan fuqarolar uchun juda muhimdir. Asosiy ma'lumot: nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlarning xavotir olishiga hojat yo'q. Eng avvalo shuni ta'kidlashni istardimki, pensiya jamg'armasining asosiy maqsadi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va ularning nafaqa huquqlarini kafolatlashdir. So'nggi o'zgarishlarga ko'ra, ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun nafaqalarni qayta hisoblash jarayoni avtomatlashtirilgan. Biroq bu avtomatizatsiya ham barcha holatlarni qamrab olmagan. Bu yerda siz bilishingiz shart bo'lgan bir necha muhim jihatlar bor. Birinchidan, ishlovchi nafaqaxo'rlar uchun. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan bo'lsangiz va ish beruvchingiz siz uchun pensiya jamg'armasiga ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, sizning nafaqangiz har yili avtomatik tarzda qayta hisoblanishi kerak edi. Ammo amaliyotda ba'zi holatlarda bu jarayon to'liq avtomatlashmagan bo'lishi mumkin. Bu, masalan, ish beruvchining ma'lumotlarni kechikish bilan taqdim etishi yoki tizimdagi kichik texnik nosozliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun agar siz ishlovchi nafaqaxo'r bo'lsangiz va keyingi yil boshida nafaqangiz miqdorida sezilarli o'zgarish sezmasangiz, darhol bunga e'tibor qaratishingiz lozim. Siz avtomatik qayta hisoblash tizimining ishlaganiga ishonch hosil qilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz, o'z hisobingiz bo'yicha ma'lumotlarni so'rashingiz va tekshirishingiz juda muhim. Bu sizning mehnatingiz uchun adolatli rag'batlantirishni olishingizni ta'minlaydi. Keling, bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Marhamat opa 65 yoshda 25 yil staj bilan nafaqaga chiqqan. U nafaqaga chiqqanidan keyin yana 3 yil davomida kichik bir korxonada buxgalter bo'lib ishladi. Har oyda uning oyligidan tegishli ijtimoiy to'lovlar pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan. Yangi qoidalar bo'yicha bu 3 yillik ish staji va to'lovlar uning pensiyasini sezilarli darajada oshirishi kerak edi. Deylik, uning pensiyasi oylik 2,5 million so'm edi. 3 yillik ishi davomida yig'ilgan to'lovlar hisobiga pensiya miqdori 200 ming so'mga oshishi kerak. Agar Marhamat opa bu o'zgarishni sezmasa yoki unga bu haqda xabar kelmasa, demak u o'z pensiyasining kam hisoblanayotganiga duch kelgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda Marhamat opaning pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining shaxsiy hisobvaraq holatini tekshirishi va pensiyasini qayta hisoblashni so'rashi zarur. Aks holda u har oyda o'zi haqli bo'lgan 200 ming so'm miqdordagi mablag'dan mahrum bo'lib qoladi.
Bu yiliga 2 million 400 ming so'm degani. Kichik raqam emas. Shunday emasmi? Ikkinchidan, ayrim ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik holatlari yoki uzoq yillik ish staji uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lsa, yoki siz oilangizda yagona boquvchi bo'lsangiz, yoki sizning yoshingiz taksin yoshdan oshgan bo'lsa, sizga qo'shimcha nafaqalar yoki ustamalar belgilanishi mumkin. Ba'zi hollarda bu ustamalar avtomatik tarzda belgilanadi. Ammo ba'zi murakkabroq vaziyatlarda, masalan, oila a'zolarining tarkibi o'zgarganda yoki yangi imtiyozlar joriy etilganda sizning shaxsan murojaatingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, oilada nogiron bolani tarbiyalayotgan nafaqaxo'rlar uchun yangi yordam dasturlari joriy etilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu haqida sizga avtomatik ravishda xabar berib, mablag' ajratmasligi mumkin. Bu yerda sizning faolligingiz juda muhim. Uchinchidan, doimiy yashash joyini o'zgartirgan nafaqaxo'rlar. Agar siz bir viloyatdan ikkinchi viloyatga yoki bir tumandan boshqa tumanga doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pensiya ish hujjatlaringizning yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga o'tkazilishini nazorat qilish lozim. Garchi bu jarayon avtomatik bo'lishi kerak bo'lsa-da, ba'zida hujjatlar almashinuvi kechikishi yoki ba'zi texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agar o'zgarishlardan so'ng siz pensiya to'lovlarida uzilish sezmasangiz ham, ma'lumotlaringizning to'g'ri yangilanganligiga ishonch hosil qilish uchun yangi yashash joyingizdagi bo'limga murojaat qilish ortiqchalik qilmaydi. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarning oldini oladi va sizning nafaqa masalalaringizni o'z vaqtida hal qilishga yordam beradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Yuqorida aytib o'tganimdek, ishlovchi nafaqaxo'rlar, oilaviy holati o'zgargan nafaqaxo'rlar, masalan, boquvchisini yo'qotganlar, nogironlik holatlari yuzaga kelganlar, shuningdek yashash joyini o'zgartirganlar. Bundan tashqari, agar siz rasmiy ish joyingizdan ish staji bo'yicha ma'lumotlarning pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida o'tkazilishiga shubha qilsangiz, siz ham e'tiborli bo'lishingiz lozim. Ba'zan kichik tashkilotlar yoki tadbirkorlar bu jarayonlarga yetarli e'tibor bermasligi mumkin. Kimlar xavotirlanishiga hojat yo'q. Agar siz nafaqaga chiqqandan so'ng ishlamagan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa va doimiy yashash joyingiz ham o'zgarmagan bo'lsa, sizning holatingizda pensiya miqdori asosan faqat hukumat tomonidan belgilangan indeksatsiya hisobiga oshiriladi. Bunda avtomatik qayta hisoblash tizimi to'g'ri ishlashi kerak va sizga qo'shimcha harakat qilishning hojati yo'q. Biroq shunday bo'lsa ham, har bir nafaqaxo'r vaqti bilan o'z pensiya hisoblari holatini tekshirib turishi tavsiya etiladi. Qoidalar, istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya tizimida ham ba'zi istisnolar va nozik jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan saqlaydi. Birinchidan, rasmiy ish stajini hisobga olish. Ba'zi nafaqaxo'rlar turli sabablarga ko'ra, masalan, mavsumiy ishlarda, shartnoma asosida ishlashda yoki kichik fermer xo'jaliklarida ishlaganda ularning ish beruvchilari pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida va to'liq o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda garchi siz ishlagan bo'lsangiz ham rasmiy ish staji yoki to'langan to'lovlar hisobga olinmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda sizning o'zingizning mehnat daftarchangizdagi qaydlar, ish beruvchingizdan olingan ma'lumotnomalar yoki shartnomalar juda muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. Siz bu hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etib, o'z ishingizni rasmiylashtirishingiz va pensiyangizni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Ba'zi nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar, ma'lumotlar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday holatlarda ularga yaqinlari yordam berishi kerak. Ikkinchidan, nozik jihat hisoblash formulasining murakkabligi. Pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat ish staji, balki ish haqi miqdori, to'langan ijtimoiy to'lovlar va nafaqaxo'rning yoshi ham hisobga olinadi. Har bir omilning o'z o'rni bor. Shunday holatlar bo'ladiki, kishi uzoq yillar ishlagan bo'ladi, lekin uning ish haqi past bo'lgani uchun pensiyasi kutilgandek yuqori bo'lmaydi. Yoki aksincha kamroq stajga ega bo'lsa-da yuqori maosh olgan shaxsning pensiyasi balandroq bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning ish stajingizdagi eng yuqori maosh olgan davrlarni aniqlash va pensiya jamg'armasiga taqdim etish orqali pensiya miqdorini oshirish imkoniyatini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ko'pincha kishilar butun ish faoliyati davomida eng ko'p maosh olgan 5 yilni tanlab,
shu bo'yicha hisob-kitob qilish imkoniyatidan bexabar bo'lishadi. Aynan shu imkoniyatdan foydalanib, siz pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishingiz mumkin. Bu sizning eng asosiy huquqlaringizdan biridir. Uchinchidan, kutilmagan vaziyatlar, bank hisob raqamlari bilan bog'liq muammolar. Ba'zida pensiya to'lovlari sizning bank hisobingizga kelib tushmasligi mumkin. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Bank hisob raqamining o'zgarishi, bank kartasining muddati o'tishi, xato raqam ko'rsatilganligi yoki hatto bank tizimidagi vaqtincha nosozliklar. Agar siz pensiyangizni o'z vaqtida olmagan bo'lsangiz, birinchi navbatda bank bilan bog'laning. Agar bank muammoni hal qila olmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu kabi holatlarda pulingiz yo'qolmaydi. U shunchaki to'xtatilgan bo'ladi va muammo hal qilingandan so'ng sizga to'liq to'lab beriladi. Lekin o'z vaqtida e'tibor bermaslik va harakat qilmaslik pensiya pulini olishda uzoq muddatli kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, nafaqat moddiy, balki ma'naviy yordam. Ba'zi nafaqaxo'rlar, ayniqsa yolg'iz yashaydiganlar yoki sog'lig'i yomonlashganlar turli ijtimoiy xizmatlarga muhtoj bo'lishadi. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi nafaqat moddiy yordam berishi, balki sizni tegishli ijtimoiy xizmatlarga yo'naltirishi ham mumkin. Masalan, uyda parvarish qilish xizmatlari, sanatoriya, kurort davolanishi yoki boshqa ijtimoiy dastur haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha nafaqaxo'rlar orasida unchalik ma'lum bo'lmaydi va ko'pchilik ulardan foydalana olmaydi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanib, pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan o'zingiz haqli bo'lgan barcha imtiyozlar va yordam dasturlari haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qiling. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz, aniq harakatlar rejasiga. Nima qilishingiz kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimani yozish kerak edi? Pensiya miqdorini tekshiring. Agar siz ishlovchi nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilaviy holatingizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, oila a'zosini yo'qotgan bo'lsangiz yoki nogironlik holati yuzaga kelgan bo'lsa, o'zingizning pensiya miqdoringizni joriy yil boshidagi holat bilan solishtiring. Agar sezilarli o'zgarish bo'lmasa yoki siz pensiyangiz kam hisoblanayotganiga shubha qilsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ko'plab xizmatlar uchun yagona davlat interaktiv xizmatlar portali My.TKX orqali yoki xalq qabulxonalari orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Nimalarni tayyorlash kerak? Murojaat qilayotganda o'zingiz bilan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchangiz, pensiya guvohnomangiz, shuningdek agar mavjud bo'lsa, sizning ish stajingizni yoki oilaviy holatingizni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni, masalan, nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma olib boring. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Odatda pensiya jamg'armasi xodimlari sizga ariza blankasini taqdim etishadi va uni to'ldirishda yordam berishadi. Agar siz onlayn murojaat qilsangiz, elektron shakllarni to'ldirasiz. Arizada aniq qilib, sizning pensiyangizni qayta hisoblashni yoki qo'shimcha imtiyozlarni belgilashni so'rashingiz lozim. Misol uchun, men ism, familiya, pensiya guvohnomasi raqami, ish stajim va pensiya jamg'armasiga to'langan to'lovlarim hisobiga pensiyamni qayta hisoblashingizni so'rayman. Chunki ko'rsatilgan davrda ishlaganman, oilaviy holatim o'zgargan. Ma'lumotlaringizni yangilab turing. Agar siz ish joyingizni o'zgartirsangiz, ishdan bo'shasangiz yoki yangi ishga kirsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutmang. Shuningdek, agar oilaviy holatingizda, masalan, oilangizga qaramog'ingizdagi shaxs qo'shilsa yoki aksincha muhim o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda ham o'z vaqtida xabar berish kerak. Bu sizning pensiya to'lovlarida uzilishlar yoki noto'g'ri hisob-kitoblar yuzaga kelishining oldini oladi. Maslahat oling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki biror narsani tushunmasangiz, shoshilmang. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan yoki huquqshunoslardan maslahat oling. Unutmang, sizning pensiyangiz sizning asosiy daromad manbaingizdir va uning to'g'ri hisoblanishi juda muhim. Xulosa qilib aytganda, aziz nafaqaxo'rlar, hukumatimiz nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha doimiy ish olib bormoqda. Yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Biroq bu yangiliklardan to'liq foydalanish va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun
sizning ham faolligingiz talab etiladi. Bugun aytgan har bir so'zim, har bir maslahatim sizning manfaatlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Bu ma'lumotlar siz uchun shunchaki video emas, balki harakatga chorlov bo'lishi kerak. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bugungi videodan qanday xulosaga keldingiz? Sizningcha pensiya tizimida yana qanday o'zgarishlar bo'lishi kerak? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkaza olamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.